Tak, zapis yondi. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bugun sizlar bilan yana navbatdagi darsimiz Switchnoy analiz darsimiz. Switchnoy analiz. Switchnoy analiz darsimiz. Demak, Switchnoy analiz bu nima? Tradingda texnik analiz bor, fundamental analiz bor. Switchnoy analiz esa texnik analiz ichiga kiruvchi bitta analiz hisoblanadi. Ya'ni mana bu grafikimizdagi switchlarning joylashuviga qarab, ketma-ketligiga qarab biz switchnoy analiz orqali foydalanib qanaqadir bir analiz qilib savdo qilishimiz mumkin. Switchnoy analiz bu strategiya emas, bu shunchaki analiz. Ya'ni sizda strategiyangizda yordam beruvchi yordamchi hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan, eng главный qoidasini yozaman. Главный qoida switchnoy analiz faqatgina zonada ishlaydi. Faqatgina zonada ishlaydi. Zona ishi nima degani? Misol uchun siz mana bu yerdan Fibonacci tortgansiz, qanaqadir misol uchun Fibonacci tortgansiz, 1.68 dan narx o'tgandan keyin mana shu yerdan sellga signal qilib o'tiribsiz. Sizga imенно switchnoy analiz mana shu joyda paydo bo'lsa, sellga kirsangiz bo'ladi pastga. Yokida yo'lda bir bilan 1.68 o'rtasida qanaqadir switchnoy analiz paydo bo'lib qolsa, mana bunga sellga kirish xato. Bunga sellga kirilmaydi. Demak, qoidamiz bo'yicha faqatgina zonada, qaysi zona? Bizning strategiyalar bo'yicha o'sha strategiyalar qatnashgan qaysi zona hisoblansa, o'rta blok zonasimi, imbalans zonasimi yokida SMC bo'yicha masalan likvidatsiya zonasimi, любой zonada switchnoy analiz paydo bo'lsa, biz o'shanga ishonamiz. Lekin zonada emas, просто yo'lda ketayotgan joyimizda switchnoy analiz bo'lib qolsa, imamda selga razvor bo'lyapti, baylarimizni yopish yoki sel ochish bu xato. Вот eng главный qoida bu switchnoy analiz faqatgina zonalarda ishlatamiz. Switchnoy analiz ikki turga bo'lingan. Birinchi turda bu razvorot modellar. Razvorot degani orqa qaytib ketadigan, ya'ni sellga o'tgan narsa orqa qaytib ketishi yoki bayga uchayotgan narsa pastga qaytib tushishi bilan razvorot modellar hisoblanadi. Ya'ni switchnoy analizimiz bizga razvorot qildirib beradi va imенно bu zonalarda ishlaydi. Ikkinchisi davomiylikni ta'minlaydigan. Ya'ni narx masalan aytaylik impuls bilan tepaga ketyapti-da, qanaqadir bitta switchnoy analiz paydo bo'ldi. Biz unga ishonib yana dash bay olsak bo'ladi, ya'ni dash bay qilsak bo'ladi. Shunaqa narsa. Вот. Keyingisi. Demak, switchnoy analiz va davomiylik. 1 daqiqa. Birinchi boshlaydigan narsamiz bu razvorot modellar. Eng ko'p uchraydigan narsamiz bu razvorot modellar. Razvorot modellarining birinchisi bu Hammer. Bolg'a degani. Buni ko'pchilik biladi, bolg'a nimaligini. Hammer bolg'a. Agarda bizda kichkina tanaga ega bo'lgan va uzun izga ega bo'lgan switch paydo bo'lsa, mana shu narsa bolg'a deyiladi. Kichkina tana va uzun iz. Mana kichkina tana hamda uzun iz. Bu bolg'a hisoblanadi. Bolg'a nima degani? Bolg'a degani sizda razvorot model shakllantiruvchi switchnoy analiz degani. Agar narx tepaga ketayotgan bo'lsa va qanaqadir zona keldi, o'sha zona signal qidirib o'tiribsiz, sizda bolg'a hosil bo'lsa, biz sellga ishlashimiz kerak degani. Narx pastga ketadigan sababi bu yerda juda kuchli impuls pastga bor, ya'ni juda qaytuvchi, qarshilik qiluvchi juda kuchli kuch bor va kichkina tanaga ega bo'lgan holat. Endi bolg'a qanday bolg'a yoki bolg'a emasligini bilsak bo'ladi. Biz qiladigan ish Fibonacci tortamiz. Fibonacci maksimaldan minimalgacha, ya'ni bolg'ani 3 ga 1 va tanasini tagiga 0 qo'yamiz. Bu yerda agarda bizani bolg'an tanasi 0.23 zonadan kichkina hamda 0.0 zonadan katta bo'ladigan bo'lsa, bu bolg'a deyiladi. Mana shu orasida. Lekin bu tanamiz, mana shu tanamiz 0.382 zonamizdan sal teparoqda bo'ladigan bo'lsa, 230 zona sal teparoqda bo'ladigan bo'lsa, bu bolg'a emas. Bizda doim kichkina bo'lishi shart. Вот. Endi bolg'a ishlaydigan va ishlamaydigan hollari bor. Ishlaydigan va ishlamaydigan. Misol uchun narx tepaga chiqib, bolg'a hosil pastga tushgan zonamizdan, lekin afsuski unaqa bo'lmasdan narx tepaga yurib, stopni olib qo'yish ham mumkin. Buni oldini olish uchun biz bitta narsa qo'shganmiz bu yerga. U narsa shundan iboratki, bolg'ani maksimal va minimalini chizib olamiz va narx pastga yoradigan bo'lsa, masalan, ko'k o'tirgan ko'k switchada narx pastga yoradigan bo'lsa, biz sellga kiramiz strategiya bo'yicha, lekin narx tepani maksimal yoradigan bo'lsa, biz hech nima qilmaymiz, shunchaki kuzatib o'tiramiz. Chunki bu yerda bolg'a o'xshamadi. Tepani yorsa tepaga bayga kirmaymiz. Bu esdan chiqmasin. Tepani yorsa tepaga bayga kirmaymiz. Kirilmaydi.
lekin narx pastga yorsa kiriladi, chunki strategiya bo'yicha narx razvorot qilishi kerak. Вот, endi grafikdan ko'ramiz. Bir daqiqa, mana mishkam cho'qib zaryad tuyapti. Masalan, M15 dan mana bu yerda bizda hosil bo'lgan narsa mana bu ko'k bolg'a, mana izi uzun, tanasi kichkina. Fibonacci tortamiz. Bolg'an tanasi 0,236 zonadan kichkina, 0 dan katta. Trendimiz pastga edi, mana trendimiz pastga tushayotgan joyi edi. Mana trendimiz pastga kelyapti. Bizda bolg'a hosil bo'ldi, lekin bizda narx mana ko'ryapsizlar, minimalni yorgan. Mana bu joyni minimalni yorgan. Biz sellga kirmaymiz. Bu yerda bo'lsa maksimalni yorgan, biz buyga kiramiz. Bu bizda trend o'zgardi va qonun qoida bo'yicha mana shu joy qanaqadir bizning strategiyamizni zonasi to'g'ri kelish kerak. Strategiyamiz bo'yicha, misol uchun, bundoq chizamiz, mana Fibonacci. Вот. 1.608 zona qaychi arafasida bolg'a hosil bo'lib qolib, biz overini buyga kirsak bo'ladi. Bu zonada hosil bo'lgan va narx mana tepaga razvorot shakllantirgan. Вот. Kommentariyada yozishibdi, hozir bo'ldi-ku tushga tilla. Bu M15 da mana misol uchun mana bu narsa bolg'a emas. Nega? Chunki tanadan o'zi bolg'a ekan bu. Uzr, men tekshiraman. Bolg'a ekan. Mana hozir ham bo'pti. 0,236 dan kichkina, 0 dan katta bolg'a hosil bo'lib, trend tepaga ketyapti bolg'a va bizda trendni, ya'ni bolg'ani pastga yorgan mana. Bolg'ani izi yorilgan, mana past izi men qo'ya olmayman. Mana past yorilgan, biz sillga kiramiz. Va silldan keyin narx yaxshigina tushib bergan. Вот, mana bu yerda endi mana bu yerda stop urilgan holat. Tasavvur qiling, mana bu narsa bolg'a. Olamiz. Bu yerda o'zi pinbar hosil bo'lgan. Pinbar nimani tushuntiraman. Bolg'aning bir xil narsa. Mana bu yerda hosil bo'lgan, narx 0 ham yorgan. Sillga kirib qo'ysanglar, narx tepaga chiqib, mana stop bo'lsa uradi. Sillga kirib qo'ysa uradi va endi qoida bo'yicha bu qanaqadir zona bo'lishi shart. Qanaqa zona bo'lishini endi ko'ramiz hozir. Aytaylik. Misol uchun, bundan tushamiz ekan, mana bu maksimal yorib qo'ygan ekanda. Bir past tepaga chizishim kerak. Qanaqa? Misol uchun mana qo'yim borga, orqa hosil bo'lgan. Va 15 chizganmishlar bunday qilib. Misol uchun mana qo'yim bo'lgan ekan, narx 1.608 hali borgani yo'q, lekin o'rtada bolg'a hosil bo'lyapti. Вот, o'rtada bolg'a hosil bo'lyapti. Bugun kirilmaydi. Ya'ni yo'lda bu hali zonada emas. Bu yerda bo'lsa kirardik. Mana 2.608 keldi, bolg'a hosil bo'lgan, kiramiz. Lekin bu yerda emas. Mana shuning uchun narx o'sha o'xshamagan. Bu M15 time frame'da. 1 minut kutib turinglar, mana shuni mishkamni batarkasini almashtirib oling. Mishkani parod qilyapti hozir. 1 minut. Bo'ldi. Endi yaxshi. Boshqa mishkan qo'yib olaman. Tak, davom etamiz. 3 ta bola ham qo'shila olmayotgan ekan, iloji bo'lsa ularni ham qo'shib yuboring. Ertaroq kirish kerak edi, darsga ham qo'shib yubordim. Xo'p. Tak. Davom etamiz. Demak, switch analiz bo'yicha biz bolg'ani tushunib oldik. Endi pinbar degan narsa bor. Bolg'ani tepada izi bo'ladi, ya'ni impulsdan tushgan va pastda izi bo'lmaydi. Pinbarni pastda izi bo'ladi. Вот. Pinbar pastda izi bo'ladi va mana shu narsa pinbar deyiladi. Bolg'a bilan pinbar pastda bir xil narsa. Faqat izda farq qiladi xolos. Strategiya bo'yicha ishlatilishi ham bir xil.
Bu ham narx tepaga chiqqanda zonaga kelgandan keyin selga kiriladi, pastga tushadi. Doim narx selga, masalan, misol uchun selga kirdingiz, pastga tushgandan keyin stop loss tepada bo'lsin. Stop loss tepada bo'lsin. Take profitni endi strategiyaga qarab, take profit qo'yasiz, strategiyaga qarab. Bu bolg'a. Demak, razvorot modellari eng mashhuri mana shu bolg'a hisoblanadi va Pinbarning sherigi. Bolg'a tepaga qaragan bo'ladi, pastga qaragan bo'ladi, uni muhim emas, lekin mana bu holat bor bozorda. Agar sizda masalan impulsni switcher bo'lsa va impulsni switcherdan keyin mana bundoq switcher bo'lsa, ya'ni bolg'a hosil bo'lsa va bolg'ani izi undan oldingi switchning tanasidan balandroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, keyingi switcher odatda mana shu tepaga qarab yuradi. Keyingi switcher. Va undan keyingi switcher nima bo'lishi noma'lum. Undan keyingi switchdan bo'lishi noma'lum. Faqat mana shu ma'lumki, bundan bu hosil bo'lsa, mana bu qoplab beradi endi dash. Mana shu 3 talik deyiladi bu. Nomi nimadir esimda yo'q. Inglizchada qanaqa 3 talik bir bola deyiladi. Mana shu holat bozorda ko'p bo'ladi. Hozir top beraman sizlarga. Masalan, M15 ta hali analiz qildik. Qaysi time frame qaysi para shuni kommentariyada yozib olinglar. Bu ham hozir bo'ldi deb yozibsizlar. Qayerda bo'ldi bu ham? Qaysi time frame'da bo'ldi? Ha, mana bitta bo'lgan ekan mana. Qizil dash bergan. Yana bor. Mana qizil, yashil, ko'k chiqib bergan. Mana ko'rasizlar. Mana qizil, yashil bolg'acha izi tanadan uzun chiqib bergan. Bu ham Euro GP M30 hozir euro yana. Euro yana yo'q ekan. Euro yana M30. Bu mana qizil, uzun izi tanadan chiqib bergan. Yana qayerda bor? Mana qizil, izi uzun, tanadan katta va bu ham qaytib chiqib bergan. Bu yerda o'zi ikkita bolg'a ekan, bu hisoblanadi. Mana izi sal uzunroq bo'lishi kerak, yetmay qolibdi. Sal uzunroq izi bo'lganda mana shu qoplab bergan hisobda o'tardi. Bu bolg'a emas, qoplab bergan, lekin bitta ikkita pinbar, ikkita bolg'a olib qolgan. Ikkita bolg'a. Hop, mana bitta bolg'a teskari bo'lishi kerak edi. Devrjiga qachon sel yuradi? Paglishina bor edi, boy ketdi. Paglishina bo'lsa, stop bo'lgan bo'lsa, boshqa analiz bo'lish ishlash kerak. Paglishina ushlab o'tirishga hozir qarab beraman hozir. Mana shunda. Ha, mana qizil mana bitta bolg'a va mana bu ham ketgan tepaga, mana qizil bolg'a tepaga ketgan. 3 talik mana shunaqa. Mana zo'r bolg'a bo'lgan ekan. Uzun bolg'a shu bilan impuls bilan tepaga ketgan. Tak, mana shu 3 talik o'xshash 100% emas. Ko'k bolg'a qizil tushgan mana. Hozir kimdir aytdi, yozib yuborishibdi. EuroGPay paglashini yorib o'tdi. Qaysi time frame paglashini yorib o'tdi? Time frame aytaymi. Mana bitta mix bo'lgan ekan bugun, ha? Tortsa 1.6 tushgan ekan. Ha, uzr, bu 0 anaqa qo'ygan ekan. Izni teng qo'ygan ekan mana. Опасный bu. Qaysi time frame da bu paglashini yorib o'tdi EuroGPay? Kimdir hozir yozdi-yu. Gold M30 22:30 da ham bor ekan, 23-avgust. Ha, bunaqa narsa ko'p. Sonra EuroGPay network'da dars tutamiz dash. Qaysi time frame da bo'ldi? Euro yana. H4 edi shekilli. Ha, H4 dami? Ishlaganmi mana H4 da? Mana paglashini. Mana narx kirgan, tushgan, ishlagan u. Yana bu. Qaysi networklar? Agar mana o'tgan bo'lsa, bu ham ishlagan mana. Ko'k qizil yorgan, keyingi qizil уже kirgan. Mana keyingi qizil уже kirgan, kirib pastga tushgan. Bu ham ishlagan. Boshqa paglashini ko'rmayapman. Men paglashini ko'raman tepaga. Keyingi switch уже kirgan, kirib tepaga ketgan. Bu ham o'xshagan. Boshqa paglashini ko'rmayapman. Mayli, darsimizni davom ettiramiz. Switch analizi. Hop, Pinbarda ham bolg'ani ham tushuntirdim. Mana endi undan keyingisi bu 2 kara 2. Hech kimsa 2 kara 2mi?
Bitta svicha, ikkita svicha, ikkalasi ham ko'k. Uchinchi svicha qizil, to'rtinchi svicha ham qizil. Bu birinchi holat. Endi ikkinchi holat. Uchinchi holat. Bitta holat bor. Mana shuni biz 2 × 2 deb nomlaymiz. Ikkita switchni ikkita switch yorish jarayoni. Xo'p. Ikkita ko'k bor. Ikkita ko'kni ikkita qizil yorib o'tadi. Ya'ni bitta ko'kni ikkita qizil yoradi, lekin mana shu yorish jarayoni mana shu ko'kdan oldin ko'k switchni ham yorib o'tadi. Tanani taniyapman, izlari qiziq emas. Mana. Ikkita switchning tanasini ikkita switch yorib o'tyapti. Birinchi switchni ikkita switch dominant bir qilayotgan paytda, dominant bir o'tganmiz, qilayotgan paytda undan oldingi switchni qo'shib birga yorib o'tib ketib qolsa, bu 2 × 2 va narx tepaga chiqqan bo'lsa pastga qulaydi. Keyingisi. Ikkita switch yoryapti, lekin bu yerda dominant bir emas. Bitta switchni bittasi yoryapti, ikkinchi switch buni yorish jarayonida qatnashyapti. Uchinchisi, ikki dona switchni bitta switchni o'zi poglasheniya qilib yoradi. Poglasheniya bo'lishi ham mumkin, bo'lmasi ham mumkin. Ya'ni mana izi uzunmi, kaltami bizga muhim emas. Ikkita switchni qo'shib bitta switch yorsa bo'ldi. Bular hammasi 2 × 2 turlari. Ya'ni ikkitaligi, mana ikkitaligi, bittaligi va birga birligi. Hammasining qoidasi oddiy. Narx chiqqan bo'lsa pastga yuradi. Ishlash prinsipi tepaga stop loss, take profit 1 × 1. 1 × 1. Ya'ni mana bu qancha masofa stop loss shuncha masofa ishlab olasiz. Yokida strategiyasi bo'yicha qaysi zona paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha strategiya bo'yicha take profit ham kuchingiz ham bo'ladi. Вот, mana shu 2 × 2 ni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Endi pastda bitta time frame bilan bitta parametr o'rasa, o'sha parametr, o'sha time frame tekshiramiz. Kommentariyada yozib yuboringlar. Boshqa uchun chetlarga o'xshab istoriyani yodlab olib, sizlarga tushuntirib berish niyatim yo'q. Shuning uchun aytasizlar, men bajaraman. Birinchi yozgan odam Ne'matullayevich funt yana M15. Hozir qolganlarni ko'ramiz. Все. Вот, mana shu to'zi bor ekan. Yashil ikkita qizil. Ikkita qizil ham buni qo'shib yoryapti, ham buni yoryapti va undan keyin narx pastga mana shuncha masofa tushgan ekan. Вот. Mana shuncha masofa tushgan, undan keyin order blockdan narx tepaga ketib qolgan ekan. Пока shu. Ozgincha mana shuncha tushgan. Undan keyingisi. Unda oldingilarni ko'raylik. Tak. Ikkitani ikkita yora olmagan. Bu hisob emas. Bu yerda ikkitani ikkita yorgan, mana bu yerda. Ikkita qizil, bitta ko'k yora olmadi. Ikkinchi ko'k o'tyapti-da, mana bu ikkinchi qizilni yorib o'tyapti. Ikkinchi qizni yorib o'tyapti va u yorgandan keyin narx mana tepaga mana shuncha masofa yurgan. Keyingisi ikkita qizil switch, ikkita ko'k switch yoryapti, pastga tushib, mana shu zonani retest qilib, mana shu joydan mana shu joyni retest qilib, o tepaga ketgan. Mana ikkita qizilimizni bir, ikkita qizil, ikkita ko'k yorgan, pastga tushib retest qilib, tepaga ketyapti. Tak, ikkita ko'kni ikkita qizil yormagan, 3 ta yorgan ekan. Bu hisob emas. Ikkita qizilni ujman qizlamda bo'lmaydi, men bolg'a tanali idealni emas, bu yerga kirilmaydi. Agar idealni bo'lsa kirilmaydi. Idealni degani switchga o'xshagan bo'lishi kerak. Tanali mana, tanali. Bolg'a, pimbar, bir nimalar bo'lsa, u opasniy. Tak, bu yerda hammasi bitta. Bu yerdan bittadan. Mana bu yerda ikkita. Ikkita ko'kni ikkita qizil yoryapti. Yorgandan keyin mana shu yerda mana pastga tushib, yaxshigina ish olsa bo'ladi. Tak, ikkitani ikkita yora olmagan. Ikkitani ikkita ham yoryapti yana. Ikkita qizil, ikkita ko'k yoryapti, undan keyin narxni retest qilib, tepaga ketyapti. Keyingisi bittani ikkita yorib hisob emas, mana ikkitani ikkita yorgan. Ikkita qizil, ikkita ko'k yorilyapti.
narx bitta retes qilib oldi. Retes qilgandan keyin tepaga ketdi. Hop, bittani bitta qilgan. Mana yana ikkita qizilni ikkita ko'k yoryapti. O'zi ko'rishim shart emas. Ikkita qizil ikkita ko'k yordi, ketdi narx tepaga. Keyingisi bu yerda hop, qaranglar. Ikkita qizilni bitta ko'k yoryapti-yu, paklashini qilsa bo'ladi uchinchisi. Lekin bu yerda ikkita qizilni bitta ko'k emas, uchta qizilni bitta ko'k yoryapti. Bunga kirilmaydi. Buni o'xshab tepaga yurgan, lekin bunga kirmaydi. Ikkitani bitta yorib qo'ysa bu zo'r. Ikkitani bitta yorib qo'ysa bo'ladi. Mana bu ikkitani ikkita yorolmagan, tarantani yormagan. Ikkitani ikkitani yorolmagan. Bitta ikkita olib qo'ygan, ikkitani ikkitani yorolmagan. Hop, mana bu yerda stop loss olgan varianti bor ekan. Ko'k, ikkita qizil. Mana bu yerda bundoq qilamiz. Narx yorib o'tgan, retestdan keyin pastga tushish kerak bo'lgan. Afsuski narx tepaga chiqib, menimcha o'zim masalan uchun primer kirsa, shuncha stop urgan. Nu, stop urgan bilan bu qo'rqadigan narsa emas, chunki qolganlarni ko'rish shunchasi plyusda, plyus qoplab ketaveradi. Stop hamma joyda bo'ladi. Hop, mana bu ikkitani bitta yorganman. Mana bu kirsa bo'ladi. Qaranglar. Mana bu ko'k suycha agar sal uzunroq bo'lgan deydi, mana bu uchinchisini yorgan deydi, buni kirmasdik. Hali chiqdi-yu hozir. Ikkita svichani yorib o'tib yopilgan bo'lsa, bu yaxshi. Uchinchi svichani emas, ikkitani. Qilgan, undan keyin mana narx ketgan tepaga. Hop. Ikkita qizilni ikkita ko'k yoryapti mana. Ikkita qizil bor edi, ikkita qizilni ikkita ko'k yorib o'tyapti. Uchtasini yorib o'tyapti, lekin bizga ikkita yorgan hisob bo'sh yetadi. Mana shunday narx tepaga chiqib, pastga tushgan. Mana stop pastimizda bu, mana pastda bo'ladi. Retesga kelgan ekan. Masalan, mana bitta kimdir bayo qo'yganmiz, qo'rqmaydi, minusda turadi, lekin stop urmaydi. Undan keyin dash foydaga chiqib ketgan mana. Undan keyin dash foyda. Вот. Tak, endi kommentariyada qolganlarini bitta tekshiramiz. Birinchi funt yenadan keyin nima yozinglar? Funt yena M15, ana undan keyin gold M15 deb olishibdi. Gold M15. Ikkitaliklar yo'q. Ikkitani bitta yorgani bor ekan mana. Ikkita svichani bitta yorgan, tani yorib o'tgan, uchinchiga yetib bormagan. Bu yaxshi. Biz 3 tani yorish kerak emas, 2 tani yorish kerak bo'ldi, все. Bundan keyin ham bayochas odatda retest qilib ketish kerak edi, no retest qilmabdi, primo ketyapti. Mana shu bilan ketgan tepaga. Keyingisi ikkita svicha уже maydalashib ketdi. Ikkita svichani mana bu bitta stop yeydigan variantimiz. Ko'k, ikkita ko'kni mana uzun qilsicha tanasi yorib o'tib yopilyapti. Yorib o'tib yopilgandan keyin biz sela kirishimiz kerak. Sela kirganlardan keyin ozgincha foyda bo'lar ekanda, keyin tepaga chiqib stop urib qo'yar ekan. Stop ursa qo'rqish kerak emas, hammasi joyida. Bu yerda bir mix bo'libdi. Mana ko'k qizil yorib turib, ikkita ko'kdan keyin uchinchisini yorib o'tgan mix bo'lgan. Stop ursa xohlasanglar mana shu mana shu mixdan foydalanib mana 1.68 dan dash selish olsalar bo'lar ekan. Ya'ni minuslarni bemalol qoplab olsa bo'ladi degani. Undan keyingisi ikkita ko'kni, ikkita qizil yoryapti mana. Ikkita ko'k, ikkita qizil yoryapti. Biz mashitdan sela kiramiz. Mana shuni sela kiramiz mana. Bu ham yaxshigina tushib bergan. Keyingisi ikkita qizilni, ikkita ko'k yoryapti. Bu imundan 100 chiqqan payt ekani, nimadir chiqqan ekan. Impuls bilan yoryapti. Endi biz qilishimiz kerak, mana bu stop lossimiz katta bo'lib ketar ekan. Mana shuncha stop loss. Ikkitani ikkita yorib o'tgan, boshqa strategiyamiz bo'yicha, SMC bo'yicha o'z narsalarga ketish kerak bo'lgan. Mana shuncha stopni endi mana bu yerda tek qilib chiqarib olsak bo'ladi. Mana shu tek profit qilib chiqarib olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda stop urilgan, u keyingisidan foyda chiqarib olsa bo'ladi. Bu shunaqa. Mana bu yerda mana ikkita qizil, ikkita ko'k yorgan, o'sha tepa tek profit. Все. Ikkita qizil, ikkita ko'k yorgan, tepaga ketgan. Все. Ikkita ko'k, ikkita qizil uzun impulsni bu pastga chiqish kerak bo'lgan, tepaga chiqib bu yerda stop urilgan. Tak, keyin qayerda bor yana? Mana bu mix o'tib ketibdi. Ikkita qizilni, ikkita ko'k yorgan, tepaga bitta tek. Ikkita qizil, ikkita ko'k yorgan, bitta narx pastga tushib, retest qilib ketgan. Qaysi time frame ishlagan yaxshi? Любой turasizlar, eng minimali M15 time frame. Любой turasizlar, faqat strategiya bu strategiya emas.
Oldin aytayapman sizlarga, bu hech qanday strategiya emas. Bu shunchaki switchni analiz. Bu bizni switch raqamimizda strategiyalarimizda yordam beruvchi qo'llanma. Bu strategiya emas. Ertaga ikkita qizlagan, ikkita ko'kargan shaqillatib kirib o'tirmanglar. Kirsanglar ham bo'ladi-yu, no, men sizlarga maslahat beraman, kirmaslikni. Sababi ikkita yorgandan keyin narx anchagina foydaga tushsa ham o'sha o'tiradi odamlar. Sizlar ko'pchilik shunaqa. Katta foyda bo'lsa ham o'sha o'tiradi. Xuddi nazarida bozor bir tomonga yursa 200 punkt, 300 punkt yurib olish kerak. O'rtacha 40-50 punkt yurdimi, bo'ldi, yopilish kerak. 40-50 punkt tadqiq bo'lish kerak. 100 punkt yursa odam o'sha o'tiradi, dash ketadi. Bunaqa bo'lmaydi. Mana masalan, mana necha punkt yurdi hozir? 73 punkt yuribdi. Odamni kimdir sel olgan bo'lsa, men kesib dash ushlab o'tiradi. Men qo'rqaman, yopib boraman. Qaytadi deyman. Narx qaytib ketadi. Mayli. Switchni nazarda davom etamiz. Men ikki rekini tushunib oldinglar. Ana undan keyingisi tushuntiradiganim doji. Doji Star. Doji Star bu doji yulduzi degani. Yulduzga o'xshaydigan bitta anaqamiz bor, switchamiz bor. Mana shu. Ya'ni ochilish, yopilishi bir xil, hamda tepada pastda izlari bor bo'lgan yulduzga o'xshaydi ko'rinishi. Haligi rasmda yosh bolalar mashq chizadi yulduzi. Yulduzi biza doji yulduzi deymiz. Bu doji yulduzi g'irt iplos switchni analiz sababi mana bunaqa. Trend tepaga o'tgan bo'lsa, sizda switchni analizda mana shu doji paydo bo'lib qolsa, mana shu yerda doji paydo bo'lib qolsa, narx yo flatga tushadi, yo pastga yuraman tepaga ketib qoladi, yoki tepaga yuraman pastga ketib qoladi. Xullas bu yoy bozorni qaltiratib yuboradi, ozgina parod qildiradi. Buni maksimal narx yorsa ham pastga ketib qolishi mumkin, pastga yorsa tepaga ketib qolishi mumkin. Shunaqa ozgina parod qiladi. Shuning uchun maslahat beraman, agar siz doji yulduz chiqadigan bo'lsa, bozorga lutcha 1-2 soat kirmay turganlar yaxshi. Endi o'zining qoidasi qanaqa? Agar doji yulduzi bo'ladigan bo'lsa, narx pastga ozgina yurib, tepaga yana trend davom ettirishi mumkin. Bu shunaqa. Mana hozir endi bozorda mana shu doji yulduzni qidiramiz. Menimcha shu yerdan qidirsa ham bo'ladi. Tak, paka yo'q hozir. Mana bu doji yulduzi, yulduz tanasi ham, ochilishi ham, yopilishi narx bir xil. Ana doji yulduzidan paydo bo'lgandan keyin narx tepaga yoryapti dojini, kimdir bagga kiradi, stop lossni tegiga qo'yadi. Albatta shunaqa qiladi, stop lossni tegiga qo'yadi. Narx tushib stop loss uryapti, yana tepaga, yana pastga va undan keyin bozor holatini ko'rasan. Polni mana flat. Narx tepaga ketayotgan edi, doji yulduzi paydo bo'ldi va bozor flatda. O'shaning uchun doji yulduzi sal opasniyroq. O'sha mana bu yerdan boshlangan ekan. Mana bu doji yulduzi bor ekan bitta. Narx tepa trend ketyotdi, qizil doji yulduzi paydo bo'ldi. Doji yulduzi paydo bo'lgandan keyin narx doji yulduzi minimal mana bu yorgandan keyin bo'ldi, trend o'zgardi, kimdir sel kiradigan bo'lsa, bu yorib pastga tushib, keyin dashdi tepaga. Undan keyin doji paydo bo'lib, shu bilan flat. Shuning uchun doji yulduzi ozgincha bozorda ko'rib qolsanglar, bu degani butunligiga dam olinglar degani. Dam olish kerak degani. Mana bu tanasi bor ekan ozgincha. Tanasi bor ekan. Tanasi yo'q edi. Ochilish, yopilish narxi bir xil. Masalan, mana hosil bo'lgan. Shu bilan bozorni ko'ryapsizlar, undan keyin holatini. Bu yerda foyda qilib bo'lmaydi. Xullas, doji yulduzi mana shunaqa apasiy narsa, shuning uchun doji yulduzi chiqib qolsa, ozgincha ehtiyot bo'lasizlar bozorda. Lutchi nafs tegib kirmagan yaxshi. Ozgincha. Mana bu yerda ham doji yulduzi bor. Narx tepaga yordi, pastga yordi, tepaga ketdi, pastga ketdi va shunaqa ozgincha o'ynatib qo'yadi bozorni. Shuning uchun sal ehtiyot bo'lasizlar doji bo'lib qolsa. Ozgincha ehtiyot bo'lasizlar. Shu, keyingisi. Endi davom etuvchi strategiyalardan foydalanamiz. Hozir men bu yoqqa yozadiganim bu davomiy strategiya S&P 500 da ishlatiladigan H1 strategiyamiz. H1 strategiyamizni kim ko'rgan? Har soatda soqa qilish degan. Kimdir ko'rganmi? H1 plus hoy hamma ko'rgan ekan. Bugun offline darsliklarga bola ko'rganmisiz ham hech kim yo'q, ko'rmaganmiz. Ko'rmaganlar ham bor ekan.
Ha, 6 sekund. Ha, ko'rmaganlar bor ekan, demak yengillik bo'lasizlarga. Hozir ko'rsatib beraman. 1 minut. Ukamga telefon qil. Mana hayot manbayim kuyib qolibdi hozir. O'sha hayot manbayimni to'lab kelib bersin. Alo. Kelayotganini kola olib kelgin, kola Pepsi. Hop, endi davom etamiz. SMP sud H1 strategiyasi bu nima? Birinchi sizlarga teoriyani tushuntiraman. Teoriyani SMP sudga keyin ishlatamiz. Teoriya nima? Agar bizda H1 time frame'da bitta switch paydo bo'lsa, aytaylik, mana shu bitta switch paydo bo'lsa va mana shu switchani maksimali hamda minimali bo'ladi. Agarda narx mana shu switchani maksimalni yorsa, biz buy ochamiz yoki minimalni yorsa sell ochamiz. Misol uchun maksimalni yorib, mana bitta switch yopildi. Mana shunday ko'rinishda yopildi va bizning foydamiz mana bu joy. Mana bu buy ochilgan, mana bu yopilgan. Mana shuncha masofat bizning foydamiz bo'ladi. Bu birinchi ko'rinishi. Demak, bu birinchi ko'rinishi foyda deyiladi. Bu foyda ko'rinishi. Ikkinchi ko'rinishi zarar ko'rinishi bor. Zarar ko'rinishi. Zarar ko'rinishi mana bundoq. Zarar ko'rinishi mana bundoq. Bizda uch switchamiz bor, maksimal minimal chizib olganmiz. Biza narx tepaga chiqib buy ochdik. Buy ochganimizdan keyin narx tepaga chiqadi foydaga chiqqandan keyin qaytib tushib zararda yopiladi. Bizning zarar masofamiz ochilgan bitim bilan mana shu yerda switch yopilgan joyi. Mana shu yopilgan. Mana shuncha zarar qilamiz. Bu zarar varianti. Mana foyda varianti, bu zarar varianti. Ana endi neytral variant bor. Neytral variant mana shu ko'rinishda taxminan mana bu switcher na maksimalni, na minimalni yoradi, ichida qolib ketadi. Buni ona bola strategiyasi deb ham atashadi. Endi u haqida keyin gaplashamiz. Tak. Foyda, zarar va neytral holati bor. Foyda va zarar neytral holat. Uchalasidan biri. Bu yerda foyda qilamiz, bu yerda zarar qilamiz, bu yerda foyda ham, zarar ham yo'q, chunki buy stop yoki sell stopimiz yo'q. Ana endi foyda qilgandan keyin nima ish qilamiz? Foyda qilgandan keyin maksimal keng switchiga va minimal keng switchga suriladi va darsni davom etib ketamiz. Zarar qilinsa nima qilinadi? Zararda ham xuddi shunaqa maksimal keng switchiga minimal keng switchga qo'yiladi va darsni davom etib ketaveramiz. Neytraldan xuddi shunday maksimal oxirgi switchiga, minimal oxirgi switchiga va keng switchdan foydalanib ketaveramiz. Mana shu narsani endi biz ketma-ketlikda switch qaysi joyda yopilishi qat'iy nazar, narx tepasiga, masalan, men maksimal bu switchni maksimaldan bir 2-3 punkt tepaga buy stop va 2-3 punkt pastiga sell stop qo'yib ishlab ko'rish qanday bo'ladi? Ana bugun o'shani gaplashamiz. Bu strategiyani S&P 500 da ishlatib ko'ramiz. Давайте ishlatib ko'ramiz. Qaysi haftani tekshirib ko'raylik, aytinglar. Mana shu. Tanlaylar. O'tgan hafta, undan oldingi hafta va bu hafta 4 ta hafta bor. 4tasini bir tekshirib, bir haftani tekshirib ko'ramiz. Bir haftanigini. 4 hafta oldinmi? Mana shu birinchidanmi? Birinchidan tekshirib beraymi? 1-avgust, da, 1-avgust, 1-avgust yozadi. Bo'ldi, gap yo'q. 1-avgust tekshiraman, qolganini o'zinglar uyda tekshirasizlar, uyasi bo'lib qoladi sizlarga. 1-avgust kuni. Endi qatdan ishlaymiz? Qoida. 10:00 ga boshlaymiz. 11:00, 12:00,
Naqlik 11:00, 12:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Mana bular soatlar. Mana shu soatlar. Ish vaqti boshlanadi ertalab soat 10 da, ish vaqti tugaydi kecha soat 12 da. Mana shu vaqt oralig'ida biz kirmaydigan soatlarimiz bor. 17:00, 18:00 biza kirmaymiz, 12:00, 13:00 biza kirmaymiz. Mana shu 2 soat orasida biz savdo qilmaymiz. Qolgan hamma payt savdo qilsak bo'ladi. Mana shu 4 ta soatimiz bizda qizil zona bo'ldi. Sabab imminni zarar qiladigan holatlarimizni 80% mana shu oraliqda bo'ladi. Endi men buni bir haftalik etmayman, 1 yillik, 2 yillik statistikani tekshirsangiz, eng ko'p minus bo'lgan payt mana shu oraliqda imminni sessiyalar mana shu. Ya'ni Tokiodan Londonga o'tish, Londondan Amerikaga o'tish sessiya oralig'ida katta minus bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz bundan foydalanmaymiz. Davайте endi boshlaymiz. 10 dan boshlar ekanmiz. Demak, 10 soat 10:00 ga men liniya qo'yib olishim kerak. Bugun dushanba 31 seshanba bo'larkan. 5, 6, 9, 10. Mana 9 ga qo'ydim. Ana undan keyin kechqurun soat 00:00 men bitib qo'ydim. Birinchi mana shu kun tekshiramiz dushanbani. Tekshirish qanday hisoblanadi? Misol uchun buni chapga o'tkazib olamiz. Mana bu yerda ko'k switchamiz 9, 10 ish boshlashimiz kerak. 9 switchamizning minimali narx yorib qo'ygan pastga, chun tepani yormagan. Lineyka bor chapda mana bitta lineyka punkt hisoblaydi. Mana shu yorgan joydan boshlab tana yopilgan joyigacha hisoblayman. 12 punkt. Demak, men 12 punkt foyda qilar ekanman ertalab soat 10 da. Endi kalkulyator olamiz. Xorichilar o'zlari ham kalkulyator olib tekshirib turinglar. Men ham kalkulyator olib hozir hisob kitob qilaman. Demak, 12 punkt plus davom etamiz. Telefonda kalkulyator foydalanib olish shunday osonroq. Demak, 12 punkt plus keyingisi 10 yopildi 11. 11 hisoblaymiz. Mana bu yerdan biz sel olamiz, mana bu yerda yopamiz. 20 plus bo'ldi. Keyingisi 12:00 kirilmaydi, 13:00 kirilmaydi. Yaxshigina foyda bergani, lekin kirmaymiz. Sababi boshqa paytlari katta minus qo'shishimiz mumkin. Ana endi keyingisi 14:00. Sell limitimiz olingan va narx orqaga qaytgan. Mana bu yerda sell stopimiz bor edi, orqaga qaytgan. Mana bu yerda minus qilganmiz 24 punkt. Ayiramiz 24. Bundan keyingisi 15:00. Past yormagan, tepani yorgan. Mana bundan boshlab bu yoqqacha hisoblaymiz plus 37. Keyingisi 16:00. 16:00 da oldin tepani yorib keyin pastga tushganmi yoki past yorib tepaga borib kelganmi, uni biz noma'lum bilmaymiz. Uning uchun biz istoriyaga 5 minut time frame qo'yishimiz kerak. Men risk qilmayman. Risk qilmagani, короче, eridan hisob. Davайте mana shu minus hisoblaymiz. Mana bu yerda bayda oldida, mana bu yopildi deylik. Minus 78, 79, 79 minus 79 hisoblaymiz. Minus 79. Ana undan keyingisi. Hop, 17:00 kirmaymiz. 1 minut. Alo. Yo'q. Hop, qaniydi? 17 kirmaymiz, 18 kirmaymiz, 19 kiramiz. 19 da albatta men news chiqqan, tepaga ham pastga ham yorgan. Endi biz 19 bilishimiz kerak. Endi kirmasam bo'lmaydi. Demak, liniya qo'yib olaman. Kichikroq time frame o'tib olamiz. Примерно 15. 15 time frame o'tib olib, birinchi kunga qaytaman. Mana birinchi kunga qaytdik. Birinchi kunga qaytdik. Endi liniyani topib olayman. Liniyam. Bu boshlanish edi. Tak, mana bu liniyani o'ngga qo'yamiz. Tak, oldin past yorilgan ekan, mana. Tepa yorilmagan. Tepa yorilmagan, narx pastga impuls bilan kelgan. Past yorgan. 19-15 da oldingi 18 minutlarni. Demak, 19 dan keyin past yorliq hisobiga hisoblaymiz. Endi 1 soatga qaytamiz yana o'zimizning joyimizga. И все. O'chiramiz. Birinchi past yorilgan ekan. Demak, pastdan hisoblaymiz minusni. Past yorilgan va mana bu joyda narx yopilgan. 64 minus.
Все. Keyingisi mana bu yerda 20 nolni kirmaymiz, chunki maksimalni ham minimalni ham yormasdan 0 bo'lib qolgan. Ana undan keyingisi 21.00 narx pastdan olib tepada yopilgan. 52 minus 52. Все. Undan keyingisi mana bu yerda ochilib, mana bu yerda yopilgan +9. Keyingisi mana bu yerda ochilib, mana bu yerda yopilgan. Все. 22. Tak, hisoblayotganlar bormi? Kimda qancha chiqdi? Kimda qancha chiqdi? Manda -119 chiqdi. Vot to'g'ri, -119. Demak, birinchi kunimiz biz 119 punkt minus qilganmiz. -119 punkt. Endi keyingi kun tekshiramiz. Bekor men bitta haftani tanlayman demadim. Bu haftalik chiqariladi. Odatda haftalik, masalan, bir oy 4 ta hafta bo'ladigan bo'lsa, bittasi minus bo'lishi, qolgani plus bo'lishi, hammasi plus bo'ladi. Bittasi minus bo'lishi mumkin yoki to'lasi plus bo'lishi mumkin. Nu, oylikda doim plusga chiqadi. Oylikda doim plusga chiqadi. Endi mana hisoblaymiz. 119 eslarda tursin. Keyingisi. Ertasi kuni biz yana 9 da mana bu ishni boshladik. Va yakunlaymiz kechasi 00:00 da. Vot mana shu oralig'ini endi tekshiramiz. Bir boshdan boshlaymiz, 9 olamiz. Xo'p, demak, 9 dan keyin narx tepani yorgan, pastni yorganman. Bu hozir yana tekshirishim kerak. Men bu narsaga erinaman hamda minusga hisoblab boraman. Balki plus bo'lgandir, balki uni qizig'i yo'q. Aytaylik, ko'proq minus xatda bo'lgan. Mana bu yerda yorib, mana bu yerda -19. -19. Undan keyingisi +17. Undan keyingisi 12:00 kirmaymiz. Mana bu 13:00 kirmaymiz, 14:00 kiramiz. +34. Keyingisi 15:00 kiramiz. +9. Keyingisi 16:00 kiramiz. Mana bu yerda buy limitimiz olgan va narx mana bu yerda -14 ga yopilyapti. Keyingisi 17, 18:00 kirmaymiz, 19:00 kiriladi. Mana shu yerdan mana bu yer necha? 175. Keyingisi mana bu yerda ochilib, mana bu yerda yopiladi, +16. Keyingisi tak 21:00 bu minus bo'lgan ekan, pastda limitni olib tepaga yopilgan -58. Keyingisi ham minus bo'lgan 22:00 tepani olib pastga yopilgan -53. Vot. Keyingisi 23:00 ham minusga yopilgan, ya'ni pastga olib tepadasigacha 17 minusga yopilgan. Va bu tugadi shu bilan. Demak, plus 190 chiqdi misalda ham. Adashib ketmadimmi? Ha, plus 190 ekanda. Hammada shunaqa chiqdi. Bir kun oldin minus qilganmiz 119, ertasi kuni 190 plus bilan chiqdik. Uni ertasi tekshiramiz endi. 7, 8, 9, 10. 9 ni boshlaymiz. 0:00 tugatamiz. Mana shu oraliqni tekshirishimiz kerak. 9 9dan keyin mana bu yerda narx minimalni yorib tepada qo'yilgan -17. Hop, undan keyingisi +85. Hop, mana 12 kirilmaydi, 13 kirilmaydi. 14 +37. Tak 15. Ozgincha minus, mana shundan -9. Hop, 16. Bu tepani yorib pastga tushganmi, past yorib tepaga qaytganmi, uni men aniqini bilmayman. Davaychi mana shuni ozgincha minusga hisoblaymiz. Ya'ni minusga buni tekshirar ekan. Minusga ketib qolgan erinmayman mayli. 16:00 tekshiramiz. 16:00 oldin tepani yorganmi yoki past yorganmi? Tak. Qaysi kun edi? 3-kun edi. Mana
Mana. Ha, tepani o'rgan ekan. 16 значит tepani o'rgan ekan. Tepadan hisoblaymiz. Значит, tepadan hisoblagan bo'lsak, mana bu joydan olgan, mana bu joyda minus 65. Keyingisi уже ochilgan joyi bir xilda, plyusga hisoblamaylik shuni. Ha, o'zi 17 ekan, 17 ni hisoblaymiz, 18 ni hisoblaymiz, 19 ni. Voy. Yana qaytib tepani o'rgan, pastga o'rgan. Так, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Ha, tepani o'rgan ekan, 18 ni tepasini o'rgan ekan. Tepadan hisoblaymiz. Tak, 19 numaramiz tepadan hisoblaymiz. Mana bu yerda yopilgan 52 minus. Все, keyingisi 20:00 ochilgan joydan ozgincha minus, tepani o'rgan ekan, ozgincha bir 8 minus ekan. Keyingisi 21:00 mana bittan yopacağım. Plus 86. Hop, mana bunimiz minusda, tepani o'rgan va minusda yopilgan. Minus 123. Oxirgi minusimiz minimal yorib, tepada yopilgan. Minus 55. Hop, qancha qolsa, qancha chiqdi? Kommentariyada. Hisoblayotganlar bormi? Kimdadir qancha chiqdimi? 121 minus chiqdimi? Общий 71 3 kunlik. Yo'q, anaqa hozirgina hisoblaganim. Oxirida adashib ketib qoldim-da. Oxirida minus oxirida minus ichida turdim, keyin hisoblaganda ana 55 ayirishim kerak edi. 5 ayirib yubordimda. Keyin adashib ketib qoldim. Общий 71 3 kunlikmi? Undan bundoq qilamiz. Tak, 190 minus 119 71. 0 chiqdimi hozir shunda? Hech narsa hisoblanibdi. Короче, minus 21 edi. Keyin plyusga o'tdimda. Bu istoriyadan qatdan ko'radi iPhone'da, bilasizlarmi? Kalkulator istoriyasini. Hisoblayotgan istoriyasini. Xullas 0 ga yaqin son chiqdi endi. Ozgincha minus chiqdi. Mana shu 55 minus 70 larmi chiqdi-da. To'g'ri, mana shu kun turib tursin, minus 20 mi, minus 70 mi atrofida bo'lishi kerak. Haftaga hisoblaymiz. Bunda haftaga hisoblaymiz. Keyingi kun. Friday, oxirgi kunimiz, juma kuni. 9 mana 0 mana shu tekshirishimiz kerak. Ketdik, hisoblaymiz. 52 plus. Mana bu ichida bo'lib qolgan, 12 nolni kirmaymiz, 13 nolni kiramiz, 14 ichida bo'lib qolgan, 15. 72 plus. Tak, 16:00. 55 plus. Mana bu yerda yeydigan paytimiz 17:00 yedik. 18:00 yeydigan paytimiz yedik. 19:00 ham yebmiz. Mana bu yerdan pastga ancha foydaga tushgan, news chiqqan ekan juma kuni, o'shanda pastga tushib, keyin tepada yopilgan minus 118. 61.
61 chiqdi. To'g'ri, minus 18 qilsam 6 plyusdamiz hozircha. Kunlik. Plyus 39. Keyingisi 20 plyus 81 va 21.00. Plyus 79. Plyus 353. Bo'ldi shu bilan. Plyus 353. Qancha chiqdi общий? 613, 662, короче, o'shada 600 dan tepada, xullas 600 plyus общий. Xullas, bir hafta dushanba o'sha o'tgan birinchi oy birinchi haftasi 600 punktcha plyusga chiqqan. Shunaqa. Mana shu strategiya bor va bu strategiya faqatgina S&P 500 da ishlatamiz. Sababi S&P 500 da aksiyalar bo'lgani uchun bir soatda narx oshsa, ular yana oshib ketaveradi degan. Ya'ni kimdir o'sha soatiga narx oshsa, yana dash oshadi degan. Soatiga narx kamaysa, dash kamayadi degani. Shuning uchun narx oshib ketaveradi. Всё. Boshqa parada ishlamaymiz, faqatgina shunda. Hop, switchlarni qancha bir tushuntirdim. Вот tushuntirdim. Nasdaq tashiydi. Nasdaq ham bir xil. Nasdaq ham US 30, US 100 hammasi qilsa bo'ladi, hammasi aksiya qilsa bo'ladi, faqat endi bunda bir xil lot ochiladi. Bir xil lot ochiladi, shotga qarab bir xil lot ochiladi. Bu bitta strategiya. Faqat shunga qarab ishlab o'tirsanglar ham bo'ladi. Xohlasangiz bunga robot yasab turib robot qilsanglar ham bo'ladi. Uni в общем qizig'i yo'q. Robot imенно 10 dan keyin ishlaydigan news paytida ham ochib o'tirasizlar. Uni farqi yo'q. O'rtacha bitta bitimda 200 punkt foyda zarar qilishingiz mumkin. Masalan, bitta bitimda news chiqqan payti tepani olib past ketib qolsa, bitta bitimda o'rtacha eng maksimal degan, o'rtacha eng maksimal 200 punkt foyda zarar chiqdi chiqasizda. Shunaqa. Kimda mayli, endi men mikrofonlarni yoqaman. Kimda savollar bo'lsa, marhamat savol berishinglar mumkin. Mikrofonlar yoqildi. Alpari Esen shoti yaxshi bu strategiya. Da. Alparida Esen Pro Esen shotida spread 1-2, mana shu S&P 500 1 yo 2 da juda kichkinada. Kimda savol bor? Mikrofonlar yoqib qo'ydim. Savol bersanglar bo'ladi. Bugungi mavzu bo'yicha. Ona bola qachon o'tasiz? Fibonacci darsimizni eslatib bering. Ona bolani o'sha paytda o'rgatib qo'yaman. Ustoz, o'sha ona bolani ключевой momenti ham bormi? Bizaga o'rgatadigan, efirda tushuntirmagan. Dars o'tiryapman, efir nima tushuntirgan esimda yo'q hozir. Dars o'tiring, darsni ko'rasizlar. Hozir men esimda yo'q, efir qanaqa tushuntirganim ona bolani. Ahror aka, O'g'labbi, qaysidir efiringizda aytgandingiz, bu har soatda sovg'a qilish strategiyasi umuman yo'q narsa, bu просто nima deydi, riskni boshqarish uchun o'ylab topilgan narsa degandingizda. aha. Mana shu strategiya hozir o'rgatgan bir strategiyasi. Aha. Hozir endi o'sha ishlatishni maslahat beryapsizmi? Siz masalan tradingda strategiya o'rganishiga pul to'lagansiz. Men bitta strategiyani o'rgatdim, lekin o'zim bunda ishlamayman va o'quvchilarni ishlattirmayman. Lekin bor shu strategiya, mana ko'rdinglar qanchada. Bunda muammo nimada? Muammo
brokerlarda ba'zida, masalan, biz hozir tepadan yorib o'tganiga qolyapmiz-ku, ba'zida broker mana bunaqa qiladi. Hozir ko'rsataman. Masalan, mana bu 3 maksimal yorganmi, yormaganmi mana shu yerda? Yormagan. Brokerda tiyib shuni ushlab qaytib ketadi pastga ba'zida. Keyin minus yozib qo'yadi. TradingView'da istoriyada zo'r, a brokerda parod qo'yadi. Shuning uchun buni ishlattirmayman. Bu qanaqa odam zeriktiradi. Masalan, siz bir hafta, 2 hafta ishlaysizda, 2 haftadan keyin uje ana bo'lib qolasiz. Boshqa narsaga tiqib olasiz, boray deysiz, boshqa strategiyaga o'tib ketib qolasiz. Shu yerdan pul ichib qo'ying. Uje. Shunaqa. Kimda savol bor hozir strategiya bo'yicha? Hozir strategiya bilmayman, bugun seshna darsimiz bo'yicha kimda savol bor? Tak, S&P 500 zo'r turibdi, lekin likvid zona yasab qo'yibdi. Hozir uni ketib qolsa, nima qasham qo'yamiz, bitta yorib ketib qolamiz. Joyga kelib qolsa foyda qiladigan, joyga kelib qolsa emas, постоянно foyda qilsa bo'ladi. Buning uchun siz chidamli bo'lishingiz kerak, shortdan pul ishmasligingiz kerak. Ya'ni depozitingizda aytaylik $1000 pul bo'lsa, kichkina 0.05 lot bilan ishlayapsiz, bu bilan biror foyda qildingiz, shortdan foydangizni yechib qo'ysangiz, kezi kelganda bir kunda $500 minus qo'ygan paytingiz ham bo'ladi-da. Ana o'shanda psixologik beton bo'lish kerak. Bir kunda minus qo'ysangiz beton bo'lishi. Hozir ham ko'rdinglar, qaysi bitta switchani o'zida 108, 110 punkt minus chiqyapti. O'shandan keyin hayolda bitta narsa paydo bo'ladi. Bu strategiya yemagan strategiya. Mana o'quvchilarga o'rgatganman. Rosa foyda qilgandan keyin FOMOS bo'lgan. FOMOSda shu bitta switcha katta foyda chiqib ketgan, tepaga $200 foyda bilan $500 shotga bitta switchani o'zida $200 foyda chiqib ketgan. Yopinglar deyishgan. Men yo'q, strategiya bo'yicha ishlaymiz, yopmaymiz deganmiz. Bundan keyin narx qaytib tushganda, naborot $200 minusga ketgan. Keyin yopinglar degan o'sha 59 eng yoqdi daxil yopishgan zararga. Undan ko'ra meni yomon ko'rib qolishgan. Strategiyangiz bo'lmas ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan. Agar shunaqa narsaga turib bera olsanglar, ishlatgan yaxshi. Haligi ras tasarruf ishlatgandan keyin uni zararidan foydasini turadigan bo'lish kerak. Patternlar, trendlar, kunlik degan dars bo'ladi aka. Bo'ldimi demoqchi. Patternlar bunda savol bor bugun dars bo'yicha. M5 da razvorat bo'lishini qarab turish kerak bu strategiyada. Yo'q, H1 strategiyasi unaqa emas. H1 da buy stop, sell stop qo'yasiz, bo'ldi. Buy stop bo'lsa, sell stop yo'q borasiz. Buy stop bo'lgandan keyin o'sha soat tugaguncha, ya'ni masalan soat 11:10 bo'ldimi hozir? Bizda mana 11:10 olgan bo'lsa, 11:59 gacha o'tirasiz. Narx qattiq yopsa o'sha yerda yopasiz. Foydali yopilamizmi, zararli yopilamizmi, uni qizig'i yopasiz bitimman. Bunda savol bor. O'zi savolli narsa, chunki bu strategiya emas, shundan o'tdik. Bo'ladimi aka shu dars ham? Patternlarmi? Tashlab beraman darsligini. Sizdan rahmat. Bo'lmasam savollar bo'lmaydigan bo'lsa, bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsimizda xudo xolasa fundamental analiz. Chunki juma kuni non farm bor. Non farmdan oldin payshanba kuni biz non farm fundamental o'tib olishimiz kerak. Ana undan keyin juma kuni non farm kirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, charchamanglar, sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.